çukur 11,5 ming so'mga sotib olindi. Qo'ydi 15 qoldi. Bu 15 ming so'mga olib turib qo'y. Bugun 13-mart 2022-yil biz O'zgon mal bozorindamiz. To'g'ri aytganda qo'y bozorda, qo'y bozordan qo'ylarning бағаларын ko'ramiz. Qancha oldi aka? Bor. 9,5 ming so'mga oldi. Qancha? Qo'ydi tatlab biz tasib. Yo'q, qo'ydilar. Qancha oldi aka? Hava. 30 million. 12,5? 12,5 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi bu? 12. Qancha? 12 ming so'm. 30 million bo'ldi aka. Qanchadan bo'ladi bular? 7 ming so'mdan. Buna büyük bardığı qo'zlar 7 dan ha? 6dan bo'lsa tegiz beriyorum deydi. Nan bardı bunlar. Nerede deydiler? Görürsünüz? Şular. Ana nerede dağı? Kaçdan bo'ladi qo'zlar aka? 7,5 dan 7,5 mingdan o'tasiz. Qancha? 8 ming so'm. Alındı o. Kaç oldu aka? Eko. 21? 21,4. 21,400 aldı Eko. Target tas. No. Qo'z qancha oldi tava? Qo'zi. Qancha desam? 7 ming. Yaxshi. Qancha deysiz? 7 o'tasizmi? 7 kam bor deyapti bundan. Bunda qo'zlar qanchadan bo'ladi? 7,5 dan. 7,5 mingdan tegizlar bular. 7,5 mingdan. Qo'zlari. Az bir saqtar. Yo'q. Bunda qo'z qancha bo'ladi? 5 ming. 5 ming so'm kam bor. Urlat erkek. Erkek. Ha, qancha oldi aka? Sotlab 11 ming so'm kam bor. Sotadi ekan. Ha. Nerede dağız qatar, bunda qo'zlarni so'raychi. Qancha bo'ladi ekan? Qo'zlar qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi aka? Qanchadan? Sizdanmi? Bizden Qanchadan bo'ladi? 6 ming da qo'lga tegishi 5 ming. 6 ming qo'lga tegishi 5 mingdan deydi. Urg'achi erkak aralashmaydi. Barcha urg'achi bar. Bar jo'g'i urg'achi deydi. Yaxshi sodangiz bersin. Az mendan dag'i kichik qo'zlarni so'raydi. Qancha oldi shu aka? Danakday qo'zaman. Danakday qo'z qancha oldi? 5,400. 5,400 so'm. Urg'achi erkak. Erkak ekan. Qo'ydan barak tamam. Bularni shunday aka? Bularni da shop qilasiz-mi? Bunda da şoğa var qiladi deydi. 5,400 dan qiladi deydi. Kishi tushib beradi deydi dag'i. Kishi raftarini. 11 ming so'm. Qancha chiqadi? 60 bo'lib qoldi deydi. Qo'z bilan 11 ming so'm deydi. Surashdi u? Qancha berdi? 10,5 berdi. 11 bo'lishi u. Bo'lishi deydi. Siz qanchasiz? Enchiga. 13 ming so'm. Eti var ekan, ha? Qo'zi. Cho'ng ekan, eti da var ekan. Ha. 13 kam bor ekan. Aa, xudo qalasa. Nol yoqdan dag'i qo'zi qo'ylar soch. Buna qo'zi qo'y qancha oldi tava? Oldingizmi? 14 ming so'm kam bor buna qo'zisi bilan. Qanchasi qo'y? 6. 14 kam bor ekan. O'sha qo'zi qo'ylar da so'raydi nol yoqdan. Buna qo'zi qo'y qancha oldi tava? 12 ming so'mga berem deydi. Bo'lishi. Jite. 6 qo'y ekan. Now qo'zi qo'y 10 ming so'm. Bu kam bor dag'i. Shunday o'yladi, bo'lishi. Bo'lishi 10 ming so'm deydi. Qanchachi? 6 qo'y ekan. 2 so'm qo'ydilar. Qancha so'radingiz taqsim? 25. Ekona bu? Ekona 25 ming so'm so'radi deydi. 25 ming so'm so'radi. Ha? Ekona? İlk bozul koyuyor. 25 bin vaysınız. Size tutuyoruz. Kaç ayda ödesiniz? 16'dan ödesin. 16'dan 20 oy 18 bin bulup etti. Peki sırada. Ben 25 bin so'm so'radim. 25 bin so'm so'radim deydi. Bu qancha bu? So'radingiz dersin. 10 ise. Az qotar. Buna qo'zil qo'y qancha bo'ladi? Egizmi? Egiz. Qancha? 14,5 ming so'm. Egiz qo'zisi bilan. O'zlari? Qancha bo'ladi qo'zil qo'y? 10 ming. Qancha chiqay? Ha, 11 be. Qancha chiqay? 6. 6 chiqay ekan. Qancha so'radi? So'radi deydi. Qancha oldi? 14 ming bo'ldimi? 14 ming so'm. Kichik. 6 tish. 6 chiqay. 12 ming so'radi, berib. 12 ming so'radi, berib berdi. Yaxshi so'dan dersin. Assalomu alaykum. 4 tish. Avvalda 4 tish. 13 ming. Aha. Qo'z surg'ach erkak. Erkak. Erkak ekan. So'raganicha? Ha. Qancha so'radi? 11,5. 11,5 so'radi. Yaxshi so'dangiz bersin. Amin aytgan. Qancha oladigan qo'zil qo'y? 11 deyapman. 11. So'radi u.
Kaç yaş? 9,5. Yaxşı sulandı. Kaç oldu aka? 6,5 so'mga qo'z. Urg'achi? Urg'achi sotib oldi. Tam katlarda. Kaç oldu aka? Eko. 13 mingden mi? 13 ming so'mdan 26 ming so'm deydi. İştericha. 2 tish 4 tish ekan. Eti var ekan so'yishga. 16 kam var dediniz. 16 ming so'm kem var deydi. 4 tish ekan. Biri bo'z, biri qisqa ekan deb aytishadi deydi. 16 ming so'm kem var dedi. Negisi eti var, semiz ekan. 25 ming so'mdan. Tishlaricha. Qo'zlar var. Qo'zlar ekan. 25 ming so'mdan kem var deydi neki qo'zni. Yaxshi. Qanday buna qo'chqorlardan qator so'rayveraylik. Buna cho'ng qo'chqor qancha bo'ldi ekan? 30 ming so'm. Tishicha. 4 tish bo'lsa kerak, to'shta bilmayman deydi. Ana yerda daha qo'chqorlar ko'radi. Qanchadan bo'ldi degan qo'chqorlar? 25'ten de daha oldu. Kem oldu. Optum 25'den kemi var deydi. İşleriçe? 4 tish qo'chqorlar keldi bardi. Tegiz. Ko'zlar. Adam ne olacakta qo'chqorlar soda oldu çıkıyor. Görülçü. Alar naşul qo'chqorlar optum yerda soda oldu da. Tanda alıp atacak. Tanda alıp bazı 2-3 önüne qarma alıp sıradat 30 mingden berip aytadi. O şu dedi soda oldu yaktaç. 30 mingden sıradat berip aytadi. Soda oldu. Yerda ekoni qarma alıp biroq ko'rinmay aytadi ne dedi. Buna qo'chqor ekan. Buna qo'chqorni 30 mingga berip aytadi. Buna qo'chqor 35 ming so'm kem var dedi. Kaç ekan ha? Kaç ekan? Ne küçük olayın da oturdu. 2 kishi bo'ladi. Eko tengala. Aqsalaricha? 55 bin. Eko birigib. Eko birigib 55 ming deydi. Ondan keyin Noldoqdan dag'i g'azqatar. Qo'shqolar qanchadan bo'ladi tam? 30'dan kem. 30 ming so'mdan kem bor. Tishlaricha? 2 tishdan o'tgan qo'shqolar. Bular qanchadan bo'ladi? 30 mingdan. Tishlaricha? 2 tishlar 30 ming so'mdan bo'ladi. Ha. Sigaret ko'rsatib qo'y. Anday bunday chaqanroq bog'ga kirib turganlarni so'raydi. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi aka? 13 yarımdan beri öyle. 10 şerimden tez veririz. 10 şerimden veriyorum deydi. Yaxşı işler o tavakat. Ha. Kaç oldu aka? Ne oldu mu? Ha, qo'shqorlar. Qo'shqorlar ha? Bire tokanını atayım. Aytayım, bire tokan bo'lsin. Bire tokan aytayım endi. 14. 14. Bürosi ha? Chekaychi? 10. 10. Yaxshi. Jarini bunday bo'lib turganday. Sodangiz bersin. Qanchadan bo'ladi aka? Ular mı? 13 yarım. 13,5 ming so'mdan. Qo'shqorlar. Qo'shqorlardan. Al, bog'ga kiradigan qo'shqorlar bular. Anda yerda dag'i alıp baksa oturan qo'shqorlar. Ketildi mi? Satdı. Takpa. Yok o'zimda. Yok takpa. Oldu. Lisenziya kerak emas aka buga. Qancha oldu aka? Satıp ketdi. Qanchadan ketdi? 71 mingga. Qancha baş? Qancha baş? 5 başını 4, no 5 ise 5 o 71 ming so'mga sotib olindi. Qanchadan bo'ldi aka? 14 ming so'mdan. Tegiz ha? Bardi qo'shqorlar. Bardi qo'shqorlar 14 ming so'mdan kemi bor deydi. Nashul egiz qo'shisi bilan 15 ming so'mga sotib olindi deydi qo'y. Qaranglar. 9500 ga sotib olindi. Hatta 4 bin boz. 4 ming so'm bo'z uloq deydi. Kam bor ekan. Qanday nashul soda bo'ladi? Isar qo'yga o'xshashgan. 13 ming so'm beradi, 16 ming so'm deydi. Qo'shimcha qo'y. Ha. Bolasi urg'ach ekan deydi. Qo'sh qarazlar, qo'shdagi dadlekan 13 ming so'm beradi, alarmanlar berib aytadi. Soda bo'ladi. Az yoqdan emi echkilarga qator so'raydi. Bunda echkilar qanchadan bo'ladi? 10 mingdan. Tegiz. Sa'd echkibi, negizi? Süt bag'idagi echkilar. Bular qancha bo'ladi aka? 9 ming so'm deydi. Ko'ringlar. Bunda aq takavi qancha bo'ladi aka? Qancha ketdi? 5,5 ming so'mga ketdi. Nalaricha? 5 mingdan aka. 5 ming so'mdan. Yo, adam oshlaydi. 5 ming. Ko'rsatib qo'yimmi? Ko'rsatmay. Ko'zini tatmaydi. Cho'ndarchi? Bu negasi yo'q aka. Ha, egasi yo'q deydi. Egasi boshqa ekan. Noldoqdan asqata so'yil. Qancha do'sa aka? Echkibi, takavi?
Teke qancha? 6000 so'mda. Mına ulaqlar qanchadan mı da? Avanlar tatlı. 4,5 mingdan. Hozir ulaqlar totadi. O setgan. Baytıva. Anladım. Ha. Mına kichik bu egiz ulaqlar bilan bile. Je o'zincha bu. Özünce bunları. Qanchadan? 4'ten var. 4dan. Cho'ng'icha, echki. Saneçki. Sadece qancha? 10,000 so'm deydi. Ya bu da 3 aşağı takayı. Qancha bu? 7.000 so'm kam var. 7,000 so'm. Qanchachi? 6 diş. 6 tish taka. Yaxshi, so'dangiz bersin. Hozir o'shul yerda qashan ichida dag'i kishilar bor ekan. Mana. Mana ulaqlari bilan qaysi bilan egiz ulaq bor? Qancha? Aqsasi qancha aqsasi? Mana egiz ulaq. Qancha? 8,000 so'm dedi. Bunday qala ulaq qaysiniki? Qara qancha o'shul? 7.000. Eng chekidagi? Eng chekidagi 7, ha berkinsi va 7,000 dollar ekan. Bunday kimdan ekan? Bilmeyim deydi bunu. Anam nerede? Sahnecikiler var babalar. Sahnecikiler. Sahnecik yok. Anam nerede var ki bunlar? Bu kaç hava? Na, ceylin var ansarı. Kaça bulakçası? 9'da. 9 otası. Kam var. Kim var? Özü ha, ulaq yok hazır. Ulaq yok, özü. Yaxşı sodanız versin. Sağ olun. Anam yere dağım ne oldu? Beni görelim. Assalamu alaikum. Kaç olur? Macini bizde pişirsin. Eko. De burası. Burası 10.000 so'm deydi. Na, çoğun var. Yaxşı. Alar nerge naşnay takalar getir. Na 3 baş, na 4 baş. 14.000 so'mdan deydi. Anday mınal bazarga eng çoğun taka getir. Bu 25.000 so'm devodat dediler. İyisi yok benim yok hazır. Şunda olur. Lazım yerden tamamda 2 taka sıraç. Na takalar kaçadan bulur taka? 12.000 so'mdan. Ne ko'tangalar? Bunda çoğun 12 kişiye 10.000 so'm deydi. Bunlar ulaq bilan qancha oldu da aslan? 20.000. Sağ mı? Sağ ne çıkan? Kemi var. Kemi var buna ulaq bilan. Görürsünüz. Çisti sağ. Çisti sağ. Qancha süt var? 2 litr süt var deydi. Nelarcha? Buna arz abi. Ya alt ne? Qancha shu? Aşkı selamet koyunduz. Qancha bu? 6,5. 6,5. Beririz. Çoğuncha? 8 kam var. Ne oldu? Bu satıldı. 7.000'e satıldı. 7.000'e satıb getdi deydi. Yaxşı sodanızlar versin. Qanchadan oldu? Qanchadan getdi? 16.000'den getdi. 16.000 so'mdan satib oldi. Qo'zluq qo'ylar bardi ha? Ketdi. Mana shundaqlar bugun biz Özgen bazardan qo'ylardan, qo'shqonlardan, qo'zlardan, ulaq tekelerden balalarni tarib ko'rsatishga harakat qildik. Sunish fikirlar bo'lsa, kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qattiqliklar, pozitsiya knopkasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, bizdan kelgan videolarni birinchidan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.